Arzon variantda Cobalt so'rab turadingizlar, keyinga ko'rsataman. 2013-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt mashinamizni zo'r narxda obzor etib beramiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz alyumin rang, stolnoy so'yit, 4 tane paketinden bo'sh balonlar takılgan. Balonni sosteniyasi ideal holatda. Mashinamiz 159 ming kilometr, probeklari halol, o'ziniki metan gazda uстановка qilingan. Salonlarni ham ko'rsatib beraylik. Oyoqdagi foliklar tashalgan, chexollar gizili. Mashinamiz zo'r, maytafollari va pultlar ham qo'yilgan mashinamizda. Mana. Zo'ridan pultlar qo'yilgan. Mashinamizning narxini 2 hafta savdodan 85 million so'mda qo'yganmiz. Eldindan 15 million so'm bersangizlar, oylik to'lovi 3 million 900 ming so'mdan 3 yillik avtokredit oladi, 36 oylik avtokredit chiqarib ketsangizlar bo'ladi. Mashinamiz motor, xodoy, korobkalari zo'r. Yesangizlar ustunda ko'rasiz, mashina hech qanday ошибкасы yo'q. Telefon nomerlar 90 O'zingizda bir dona matizlaringiz bor. To'g'ri, ikkalasizlar, to'g'ri barteratib, bunda turist qatnasangizlar ham mashina zo'r. 4-may günkü reklamamız, xudo xolasa Cobalt'imizni qo'ydik. Telefonlashib kelsangizlar bo'ladi. 24 soat ishlamiz, 2 hafta savdoda kutib qolamiz.